Assalomu alaykum. Men Omon va Nozima. Bugun sizlar bilan ilg'or texnologiyalardan foydalanish mavzusi yuzasidan suhbatlashamiz. Reja: birinchisi, ilg'or texnologiya nima? Ikkinchisi, ta'lim sohasida ilg'or texnologiyalardan foydalanish. Uchinchisi, ilg'or texnologiyalardan foydalanish ahamiyati. Ilg'or texnologiyalar bu zamonaviy, ilgari ishlatilmagan yoki hozirgi vaqtda eng yangi bo'lgan texnologiyalarni anglatadi. Bu texnologiyalar odatda mavjud usullardan samaraliroq, tezroq, xavfsizroq yoki arzonroq bo'ladi. Ular fan, sanoat, tibbiyot, axborot texnologiyalari, muhandislik kabi ko'plab sohalarda qo'llaniladi. Misol uchun, sun'iy intellekt, kvant kompyuterlari, genom tahrirlash, 5G va 6G mobil aloqa tarmoqlari shularga kiradi. Ilg'or texnologiyalar bugungi kunda ta'lim tizimini tubdan o'zgartirmoqda. Ular dars jarayonini interaktiv, samarali va individuallashtirilgan qilishga yordam bermoqda. Quyida bu sohadagi asosiy yo'nalishlar keltirilgan. Birinchisi, raqamli ta'lim platformalari. Bu internet orqali o'qitish va o'rganish imkonini beruvchi maxsus dasturiy tizimlar yoki veb-saytlardir. Ular yordamida o'qituvchi dars materiallarini joylashtiradi, o'quvchilar esa ularni o'qib, topshiriqlarni bajaradi, test yechadi va baho oladi. Raqamli ta'lim platformalariga onlayn darslar, Zoom, Google Meet, platformalar Google Classroom, Moodle, elektron kundalik va reyting tizimlari kiradi. Ikkinchisi esa sun'iy intellekt. Bu kompyuterlar va dasturlarni inson aqliga xos fikrlash, o'rganish, muammo hal qilish va qaror qabul qilish kabi qobiliyatlar bilan ta'minlaydigan texnologiyalardir. Sun'iy intellekt, individuallashtirilgan ta'lim, avtomatik baholash tizimlari, virtual o'qituvchilar kabi tizimlarga yordam beradi. Uchinchisi esa virtual reality va augmented reality texnologiyalari. Bu real dunyoni virtual elementlar bilan boyitadigan yoki to'liq virtual muhit yaratadigan ilg'or texnologiyalardir. Virtual reality bu foydalanuvchini to'liq virtual, ya'ni sun'iy yaratilgan muhitga ko'chirish texnologiyasidir. Augmented reality bu real dunyo ustiga virtual tasvir yoki ma'lumotlarni qo'shib ko'rsatadigan texnologiyalardir. Virtual reality va augmented reality texnologiyalari quyidagilar: virtual laboratoriyalar, tarixiy voqealarni 3D formatda o'rganish, o'quvchilarning tasavvurini kengaytirishdir. To'rtinchisi esa interaktiv doskalar va smart qurilmalar. Interaktiv doska bu katta sensorli ekran bo'lib, u kompyuter bilan ulanadi va oddiy doskadek yozish, chizish, video ko'rsatish, test o'tkazish imkonini beradi. Smart qurilmalar bu internet va raqamli ilovalar bilan ishlay oladigan qurilmalardir. Interaktiv doskalar va smart qurilmalar quyidagilardir: sensorli doskalar yordamida darslar, planshet va noutbuk orqali o'qish, proyektorlar bilan vizual darslar olib borishga yordam beruvchilardir. Beshinchisi esa gamifikatsiya. Bu o'yin elementlarini ta'lim jarayoniga qo'shish orqali o'quvchilarni rag'batlantirish va o'qishga qiziqishini oshirish usulidir. Gamifikatsiya o'yinlashtirish deb ham ataladi va bu turga o'yin elementlari orqali dars o'tish, rag'batlantirish tizimlari, o'quvchilarning qiziqishini oshirish kiradi.
Oltinchisi esa bulut texnologiyalari. Bu ma'lumotlarni saqlash, ulashish va ularga istalgan joydan internet orqali kirish imkonini beruvchi texnologiyalardir. Bunda fayllar kompyuteringizda emas, balki onlayn bulutda saqlanadi. Bulut texnologiyalariga Google Drive, OneDrive, iCloud kiradi. Ilg'or texnologiyalardan foydalanishning ahamiyatlari. Shaxsga mos ta'lim. Har bir o'quvchining qobiliyatiga qarab o'qitish imkonini beradi. Masofaviy ta'lim. Internet orqali istalgan joydan ta'lim olish imkoniyatini yaratadi. Interaktivlik. Darslar qiziqarli va jonli o'tadi. O'quvchilar faol ishtirok etadi. Tezkor aloqa. O'qituvchi va o'quvchi o'rtasida tez va qulay muloqot o'rnatiladi. Ilg'or texnologiyalar ta'lim sifatini oshiradi, o'quvchilarni yangi bilim olishga qiziqtiradi va o'quv jarayonini zamonaviylashtiradi. Bu esa o'z navbatida raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashga xizmat qiladi. Bugungi mavzumiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.